Bitta i'robni o'zgarishligi bilan gapning butun ma'nosi o'zgarib ketib qolishi mumkin. Nahv va i'rob tushunchalari gapdagi qoidalar ustida ishlaydigan qismi bu nahv. Endi i'rob nima desa, arabiy ta'rif bilan aytadigan bo'lsak, al-i'robu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Bu ta'rifni oddiy sodda qilib o'zbekcha aytadigan bo'lsak, kalimalarning oxirlarini, ya'ni so'zlarning oxirlarini ularga ta'sir etuvchi omillar, ya'ni gapdagi boshqa so'zlarning ta'sirida yoki o'zgarishi bilan so'zlarning oxirlarini o'zgarishi bu i'rob deyiladi. Ya'ni arab tili boshqa tillardan mana shu xususiyati bilan ajralib turadi. I'robning ahamiyati gapni mazmunini to'g'ri tushunish va gap tuzayotganimizda o'zimizni fikrimizni to'g'ri yetkazib berishimizda i'robning juda katta o'rni bor. Bitta i'robning o'zgarishligi bilan gapning butun ma'nosi o'zgarib ketib qolishi mumkin. Masalan, deylik, ma ahsanas samaa desak, oxiri a bilan osmon naqadar go'zal degan bo'lamiz va bu ta'ajjub uslubi. Agar shuni harakatlarni o'zgartirib ma ahsanus samai desak, osmonning nimasi chiroyli degan bo'lib qolamiz-da. Ya'ni ma'no teskari ma'noga o'zgaradi. Bitta i'robdagi harakatning o'zgarishi bilan butun ma'no teskari ma'noga o'zgarib ketyapti.